Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan bugun Mega kimyo 2022-yil birinchi mavzudan 99, 100, 101 savollarni yechimini ko'rib chiqamiz. 99-savolga qarasak, agar normal sharoitda 21,3 gramm gaz 6,72 litr hajmni egallasa, shu gazning molekulyar massasini aniqlang degan. Demak, 6,72 litr gazimiz 21,3 grammga to'g'ri kelyapti. Bizda normal sharoit 22,4 litr edi. 22,4 litrimiz qanchaga to'g'ri keladi deb hisoblasak, x teng 71 grammga teng. Ya'ni bu proporsiya usuli. 22,4 litrni 21,3 ga ko'paytirib 6,72 ga bo'lsak, bizda ximiz 71 grammga to'g'ri keladi. Demak, 99-savolimizning to'g'ri javobi A javob bo'ladi. 100-savolga qarasak, agar metalning 13 gramm miqdori 0,25 mol kelsa, shu metalning molyar massasini aniqlang. Demak, 0,25 moli 13 gramm massani beryapti. 1 moli qancha deb proporsiya qilsak, x teng 52 gramm kelib chiqadi. Ya'ni 1 ni 13 ga ko'paytirib 0,25 ga bo'lsak, 52 gramm kelib chiqyapti. Demak, 100-savolimizning to'g'ri javobi bizda A javob. 101-savolga qarasak, massasi 48 gramm bo'lgan oltin gugurt 6 oksidning qancha miqdor mol modda bor? Ya'ni miqdorini toping degan. Demak, mana oltin gugurt 6 oksid molekulyar massasi 80 gramm taqsim molga teng. Molekulyar massasi 80 gramm taqsim molga teng. Modda miqdorini topsak, berilgan massa bizda 48 gramm edi. O'shani 80 gramm taqsim molga bo'lamiz. Bu yerda grammlar qisqarib ketadi. 0,6 mol kelib chiqadi bizda. Demak, 101-savolimizning to'g'ri javobi C javob.